Shunda qilib 12-islom ming yo'lninki tug'ilgan kuni o'tkazamiz. Yurak besib kelgan, silimizni qo'llab kelgan do'stlarimizga Alo, lag'malamiz. yerim bor. Yosh. Tunuk kapı chiqadinglar. 88 ko'y qilib birmiz. Bu yerim bor. O yerim bor. Tunuk abi yandan chiqarganligimiz uchun 3 kun yerim bor qilaylik. Lag'man bilan paloni 12-inchilar 6-12-si do'konimiz ochgandan 1 yillik xatir kundanlar. Jimijima o'tkazishga ko'nglimiz olmadi. 1 yil yaqin xalqimizni qo'llab berdi. Biz bundan xo'sh olduk. Ham do'konimizda yandan tunuk kebab chiqardik. Shu sababdan sizlarmi shu tekstin berib qoldinglar. Tunuk kebabni 3 kun 88 ko'ydan asl bas 138 ko'y sotgan kebabni 3 kun palet qilaylik deb bekitdik. To'g'ri. Endi bayamni yoqi bulam deb o'tdi. Paranglashdik. Eldan elga qaytdi degani biz o'rgangan. Shinxa xalqi bir yilni yoqi Shinxa ming yo'lni ajoyib yaxshi qo'llab berdi. Ham yangilik qilib tunuk kebab, yana mush xotanninki yerlik tunuk kebablarni qildik. Paqlanguch shiltimiz mush kebablarimiz bir Shinxalik do'stlarimiz tetib baqson. Kebabni 88 ko'y qilib birli. Andikin 12-islar bir kun mushu ming yo'lning ichilganligining 1 yilligini tabriklab butun lag'man, pulu va chiqil tamoqni shu yerim bala asli bosdim. Birli deb shundan men ta'sirlandim. Rahmat. Başınğaq dostlarga, urug' tuqqanlarimizning o'rnida hozirdan boshlab sizlarga rahmat aytib boshlab qilganingizga bu bak cho'ng gapchu. Endi mana balak oshqanchilik boshqa o'ylab qolmanglarni 1 yil bo'lgan tug'ilgan kun ekan, 1 yilning yoqi bor tushirib qilib baqmadinglar-ku. 1 yilning yoqi izchil bir xil bor setayotgan endi 1 yilda bir qatim shunda keng ko'lamlik rahmat aytish faoliyati o'rlashtiribdi. Shunga ming yo'lninki xaridorlari 12-islar, ya'ni 6-oyning 12 cho'qim unutib qolmay kelib tamoqlarni, kebablarni tetib mush faoliyatlar qatnashib ketishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Sizlarni 12-islar Shinxa ming yo'l saqlaymiz. Kelishni unutib qolmanglar. Andiki mush filmni Shinxa noyimizdagi ming yo'lninki ko'ni yangi xaridorlarga, andiki mush ming yo'lning tamoqlarini tetib baqmagan do'stlarimiz bo'lib qolsa, bir yo'llab aytinglar. Hamma Shinxa xalqi mush faoliyatdan birlikda foydalanib qolsin. Qanday adash? Buldodash buldu. Qilmoqni aytib bilan qilmadinglar. Bulib mashın xadika do'stlar o'tib qolib qo'llab berdim ben xo'sh. Ama tug'ilgan kunni jimmi o'tkazib qolmay qoldik. Ana degan bu tug'ilgan kun o'tkazildi deyishdi-ku. Nima ish qilamiz deb beshimiz bet tatgan. Shuni yerim baqib qoldik. Biz amaliyotda bu faoliyat qilib 50% o'chib deganni qilmaydik. Shuni bir kunlar lag'man bilan poloni bir kun, tunur kebabimiz yandan chiqarganimiz 3 kun. Shunda bekitdik. Xalqimizdan xo'sh bo'lishini umid qilamiz. Ham sizlarga ko'p rahmat aytamiz. Xotirjam kelsanglar bo'ladi. Baldi qarsanglar pontdan ba, havo shunchalik salqin, issiq kunlarda kash vaqtlari, shu vaqtlar olsun tamoq yeb qolsanglar bir xil salqin, suv bo'yida o'tirib tamoq yeysizlar. 12-islar qanchalik kelsanglar bo'ladi. Dasqinimiz kangri, qanchalik me'mor kelsanglar cho'qim raus kutishga biz kafolat qilamiz bo'ladasha. Baqlamsa 6-oyning 12-kunsi sizlarni 91 nomerga joylashgan ming yo'l tamoqni saqlaymiz. Ko'rashmasak, baqlamsa xaridorlar kelishni unutib qolmanglar, sizlar ming yo'l saqlaymiz.